Assalomu alaykum aziz podpischilar, hurmatli do'stlar. Biz hozir mana stadionimizning asosiy kirish qismida turibmiz. Shu yerda mana futbolistlarimiz, murabbiylar, asosiy mehmonlar mana shu raqatan proxoddan kirib kelishadi. Mana Somaviddan bittagi mana bizga mo'ljallangan lestnitsalarimiz bor. Bu yerda ikkita lestnitsamiz bor, ikki turdagi lestnitsamiz. Ya'niki biri mana bu muxlislar uchun chiqiladigan lestnitsa mana. Ya'niki bu bunday va ikki shakldagi. Mana bitta yana lestnitsamiz bu, qaranglar, mana to'g'raydi. U maxsus VIP mehmonlar, VIP anaqalar uchun. Ya'niki murabbiylar xonasi, futbolistlar chiqib tushishi uchun. Xuddi shunday bo'ladigan bo'ldi. Mana shu lestnitsalar orqali chiqib tushadi. Muxlislar faqat mana bu lestnitsa orqali tushadi. Ya'niki hozirda bu birinchi etajimiz hali proyektlarimizga izmereniya kelganligi sababli hozircha gazobloklarni ham boshqalarni ham xonalarni отдельно qilish hozircha to'xtatilib turibdi. Ya'niki aynan izmereniyamiz bizdagi mana bu shaklda. Ya'niki bitta birinchi etajimiz полностью ana magazin, торговый center, stolovoy, shunga o'xshash bo'limlar bo'ladiganligi sababli bu yerlarni isitish va sovutish tizimlarida muammo bo'lishini hisobga olgan holda mana ya'niki 1,20 sm yerimizda, mana turgan oyoq osti yerimizdan 1,20 sm ga balandlatishni izmereniya hisobiga keldi uchun mana bunday hozirgi одноразовый pollarimizdan foydalanyapmiz. Bu pollar qanday shaklda mana truba shaklda, oddiy mana kanalizatsioniy truba shaklda, ustida mana bu shakldagi mana plastmassalarimiz. Bu shakldagi plastmassalarimiz bo'ladigan bo'lib, bular одноразовый hisobda bo'ladi. Ya'niki erta buni ustida karkazi, spetsialniy mana sitkalari, karkazlari quyilib bo'lingandan keyin mana karkazlari endi uzoqdan ko'rinadimi yo'q, buncha anaqa bilmayapman to'g'risi. Betonni quyib bo'lingandan keyin bunda qaytadan bular sinemat qilib olinmaydi. Ya'niki bir martalik pollar. Bir martaga ustidan beton quyiladi va usti yopilib, apshika qilib tashlanadi, bo'ldi. Shundan so'nggina esa qaytadan bu VIP zonaga chiqadigan lestnitsalarimiz va oddiy обычный yana muxlislarimiz chiqadigan lestnitsalarimiz hammasi отдельно qaytadan bo'lib chiqiladi. Xo'p, bu yerda mana hozirgi 7-blokimizni ostida turibmiz. 7-blokimiz, ana asosiy kirishimiz bu yerdan, 8-blokdan, narigi tomon 6-blokdan bo'ladi. So'ngida 4-blok, 2-blok. Shu yerdan kiradigan qismlarimiz bo'ladi. Endi muxlislarimizning asosiy qismi shu mana 7-blok bilan 8-blokimiz orasidan, 2-3-blokimiz orasidan, xo'p, 4-5-blokimiz va 6-7-blokimiz orasidan kirish bo'ladi. Asosiy mehmonlarimiz, murabbiylarimiz, futbolistlarimiz hammasi kelganlari shu 7-blokimizning o'rtasidan kirib chiqishadi. Nasib qilsa do'stlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar bilan albatta hammasiga erishamiz. Hammasini birgalikda uddalaymiz.